Assalomu alaykum qadrli vatandoshlar. Biza Masofa konsalting agentstva. Hop, biza chet el fuqarolarini, barcha Esengi davlat fuqarolarini Rossiya davlat universitetlariga kirgizishga yordam beramiz. Hop, bizani ishimiz nimadan iborat? Biz sizlarni mana 5 ta qadam bilan, oson qadam bilan o'qishga kirgizish bilan shug'ullanamiz. Hop, birinchisi bu to'g'ri konsultatsiya. Ikkinchisi bu podacha dokumentov. Uchinchisi bu ekzamen. To'rtinchisi bu получение договоров, a beshinchisi bu сопровождение до первого занятия. Hop, konsultatsiyaga to'xtaladigan bo'lsak, sizni imенно qiziqishlaringizdan kelib chiqqan holda, qanaqa qiziqishlaringiz bor, shulardan kelib chiqqan holda to'g'ri universitetlarga yuborish. Chunki bu yerda Rossiyada juda ham ko'p universitet bor, imенно Peterning o'zida 50 ta. Hop, ikkinchisi podacha dokumentov. Imенно bu yerda siz xoh O'zbekistonda bo'ling, xoh siz Rossiyada dokument topshirsa bo'ladi, onlayn ham offlayn. Hop, uchinchisi imtihon. Ekzamenda ham hammasiga o'zimiz yordam beramiz. Maksimalni. Hop, to'rtinchisi bu o'qishga kirib bo'lganingizdan keyin, ekzamen o'tib bo'lgandan keyin получение договора. Biz sizni o'zimiz universitetga olib boramiz, ko'rasiz, o'zingiz kirib, договор подписать qilib chiqasiz. Oxirgisi договор подписать qilib bo'lganingizdan keyin, grantga kirganmisiz, grantga, kontraktga kirganmisiz, kontraktga сопровождение qilamiz. Birinchi darsingizga bu degani kuzatib qo'yamiz. Studentskilarni olib berib, birinchi darsingizga kirgizib, starostangizni ko'rsatib, tanishtirib, holni hamma gruppadoshlaringiz bilan tanishtirib qo'yamiz. Xo'p, agar sizlarni ham o'qishga kirish qiziqtirsa, qanaqadir ma'lumotlarga ega bo'lmoqchi bo'lsalaring va so'ramoqchi bo'lsalaring, agar shu video tagidagi raqamlarga bemalol aloqa qilsalaring bo'ladi. Telegram, WhatsApp bor, hamma narsa sizlar uchun telefon qilaverasizlar.